2025-yil 1-iyundan nufuzli xalqaro fan olimpiadalari g'olib va sovrindorlarga to'lanadigan bir martalik pul mukofotining amaldagi miqdori 5 baravarga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan. Mazkur farmon yoshlarga yanada kuch-quvvat, ilhom bag'ishlaydi va yoshlar o'z salohiyatini yuzaga chiqarishi, yangidan-yangi marralarni egallashi uchun yangi imkoniyatdir. Mavzuni muxbirimiz Sohiba Akromova davom ettiradi. Bu Bobur To'rayev Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasida malakali bolalar kardiojarrohi. 2018-yilda El-yurt umidi stipendiyati sifatida Buyuk Britaniyaning University College London universitetida magistratura bosqichida o'qib qaytgan. Bundan tashqari Buyuk Britaniya, Germaniya va Yaponiya davlatlarida bolalar kardiojarrohligiga yo'nalishda malaka oshirib qaytganman. Bobur yosh bo'lishiga qaramay, hozirgi kunga qadar 500 ga yaqin yurak operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirgan bo'lsa, 2000 dan ortiq jarrohlik muolajasida assistentlik qilgan. El-yurt umidi fondi tashkil etilgan ilk qaldirg'ochlardan bo'lib 2018-2019 yillar davomida Londonda magistratura bosqichida ta'lim oldim va bolalar kardiojarrohligini asoslarini shu yerda o'rganib qaytdim. Undan tashqari Germaniyada, Buyuk Britaniyaning bir nechta klinikalarida, Yaponiya, Avstraliya davlatlarida malaka oshirdim va bolalar kardiojarrohligining zamonaviy yutuqlarini, kichik bolalardagi jarrohlik muolajalarini, murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlarini o'rganib, hozirgi kunda yurtimizda shu nuqson bilan tug'ilgan jajji bolachalarimizga shifo ulashishda harakat qilib kelmoqdaman. Lavhamiz qahramoni El-yurt umidi jamg'armasi orqali xorij davlatlarida ta'lim olib qaytgan minglab o'zbek yoshlardan biri xolos. Bu ummondan tomchi degani. Endilikda ularning soni yanada ortadi. Xabaringiz bor, kuni kecha mana shunday iqtidorli yoshlarni saralash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan prezident farmoni imzolandi. Bundan El-yurt umidi jamg'armasiga bir qator muhim vazifalar, topshiriqlar berildi. Mazkur farmon orqali yangi aynan jamg'armani dasturlari qatoriga aynan yorqin iste'dod yangi loyiha qo'shilyapti. Bu yorqin iste'dod loyihasi muhtaram prezidentimiz jamg'arma orqali xorijda ta'lim olish istagida bo'lgan o'sha eng chekka hududlardagi yoshlarni izlab topish va ularni xorijda o'qitish uchun xorijiy til bo'yicha tayyorlash va bundan tashqari o'sha nufuzli xorijiy universitetlarda eng tan olingan top 100 talik universitetlarga belgilangan tartibda ta'lim olishini tashkil etish vazifasi qo'yilyapti. Shuningdek, farmonda mazkur loyiha uchun 300 milliard so'm ajratilishi belgilangan. Yana bir muhim jihat, nufuzli xalqaro reyting 100 taligi ro'yxatiga kirgan xorijiy universitetlarida PhD va shu kabi yuqori ilmiy darajaga ega yoshlarimizga bir qator imtiyozlar ham berilmoqda. Va bundan tashqari Doctor of Science va PhD dasturlarini himoya qilib kelgan mutaxassislarga o'sha uy-joy bilan bog'liq o'sha subsidiyalar sudalab berilish masalasi davlat budjetida. Ya'ni muhtaram prezidentimiz aytayaptilarki, xorijda ilg'or bilimni o'zlashtirib kelgan mutaxassis o'sha pul topishga, uy-joy qilishga chalg'imaslik kerak. Bularga davlat budjetidan shuncha investitsiya kiritilyaptimi, demak, ulardan maksimal samarali foydalanishimiz kerak. Ular xorijda o'rgangan ilg'or bilimini, tajribasini o'zi bilan ishlayotgan jamoaga vazirlik idora tizimida amaliyotda yoyish kerak. Xullas, yaratilgan imkoniyatlar va imtiyozlarning barchasi iqtidorli yoshlar uchun. Ulardan talab qilinadigan esa mustahkam bilim olish va o'rganish. Ana shunday bizda bilimlilar qadrlanadi, qadr topadi. Sohiba Akromova, Sardor Lutfullayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.